Bo'pti dada, men haliroq kelaman. Bolam to'xta. Bolam, kechagina singari allamahalligacha yurmagin. Bilasan, kelguncha uxlay olmayman bolam. Dada, men sizga yaxshi bolamanmi? Meni kutmasdan uxlaolmaysizmi? Tamizolik oshlaman kutib qoldi. Bolam, ota ekanmanda nima qilay? Ko'zga uyqu kelmayapti. Ha, sen ham ota bo'lganini bilasan. Ko'rmaysanmi dadami? Inji qo'yib ketdi. Kechasi 12 da kelsam ham uyg'oq bo'ladi. Inja bo'lib ketdi degan. O'zi inson qaraganda hech kim yoqmaydigan bo'lib qolar ekanda. Mayli yur. Kecha uyingga borganimda uyingdan har xil ovozlar eshitildi. Dadingga ja qo'pol gapirib boryapsan o'g'ayni. Ko'rmaysanmi, o'sha inji qo'yib ketganini? Sen bilan hozir bir joyga o'tib kelamiz. Qani? Alloh taolo tinchligimizni bersin. Aziz, bitta shashlikni olib qayga kelding meni? Odamlarga shirin so'z bilan muomala qilsak ham, qo'pol muomala qilsak ham baribir bir kun keladigan joyimizga olib keldi. Qani yur bo'lmasam, to'rtta shashlikni olib ziyorat qilib chiqaylik. Dadajon, men keldim. O'zingiz yoqtirgan shahardagi eng zo'r shashlikdan olib keldim. Yonida issiq noni ham bor. Dadajon, taomlarni eng zo'rlarini olib beraman. Kiyimlarni eng yaxshilarini olib beraman. Bir marotaba. Bolajonim, keldingmi degan so'zingizni eshitish uchun butun mol davlatimni beraman. Bir og'iz ayting, keldingmi bolam deb bir og'iz gapiring. Eng zo'r shashliklarni olib kirsang ham, qimmatbaho kiyimlarni olib bersang ham, kechqurunda uyingga kirganingda keldingmi bolam deydigan otang bor. Shuning uchun borida qadriga yet, ardoqla, shirin muomalada bo'l. Shu shashliklarni ham dadangga olib kelib ber.